Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'pgina muxlislarimizni iltimoslariga ko'ra bugun har qanday hayosiz va axloqsiz saytlarni yopib tashlaymiz brauzerimizdan. Buning uchun albatta bizga Google Chrome kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu brauzerda o'sha anti axloqsiz saytlarni plagini bor. Demak, agarda bizga kimnidir masalan kompyuterda kimdir ukasi foydalanadi yoki qayerdadir yosh bola foydalanadi yoki kimdir singlisi, opasi va ayoli. Demak, o'shalarga har qanday saytlarga kirishga har qanday saytlarni yopib qo'yamiz, ya'ni yomon saytlarni. Demak, masalan bizda ortiqcha brauzerlar bo'lsa, Opera yoki Mozilla Firefox bo'lsa, bularni udalib tashlaymiz. Ya'ni ular faqatgina bittagina Google Chrome dan foydalanishlari uchun. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, даже o'zimizda ham masalan bironta bir internetda birovni izlasak, afsuski bir boshqacha saytlarga tushib qolamiz. Yonimizda ko'p kishi o'tirgan bo'lsa, biz albatta uyatga qolamiz. Demak, mana bu silkani ko'chirib olamiz. Bu silka videoning tagida bo'ladi, siz ko'rib turgan YouTube'da. Demak, ushbu silkaga bosamiz, Pretty, va ko'rib turganingizdek mana bu saytga tushamiz. Demak, besplatniy so'ziga bosamiz. Dababit bo'ldi. Endi esa sinab ko'ramiz. Pluginimiz ishlayaptimi, yo'qmi? Google saytiga kiramiz va bu yerdan bironta axloqsiz so'z yozamiz. Masalan, mana ko'rib turganingizdek, millionta sayt ochildi. Ya'ni har qanday isqirt saytlar bu yerda turibdi. Bironta saytga kirib ko'ramiz. Masalan, ko'rib turganingizdek, saytni menda yopib tashlayapti. Bu atiga 90% ushlab qoladi. Ya'ni 90% saytlarni yopadi. 10% esa men uchun 10% ni topish juda qiyin. Ko'rib turganingizdek, saytlarni blok qilib qo'yapti. Masalan, bironta saytga kirganimizda saytlar blokka tushadi. Mana bunaqa har qanday saytlar, yomon saytlar, axloqsiz saytlarni blok qilamiz. Bu bilan biz nimani belgilashimiz mumkin? Masalan, bu bilan biz aytaylik, biron ishga ketganimizda yoki biron bir joyga ketganimizda internetni yosh bolalar yoki o'sha aytib o'tgandek opa singil yoki birontalar qo'shgan payti xatyab bizda qanaqadir internetda yomon saytlarga kirib ketmasligi uchun to'siq bo'ladi. Ya'ni ba'zi saytlarni yopib qo'yadi mana shunaqa. Aytib o'taylik, mana bunaqa plusda yopib qo'yishadi. Ular esa video ham, surat ham yoki biron nima ham ko'risha olmaydi. Hatto mana bunaqa ismlar bo'lsa ham yoki so'zlar bo'lsa ham o'sha so'zni o'qiy olmaydi. O'sha saytlarni birdaniga yopib qo'yishadi. Mana bu plagin. Demak, ko'pchilik muxlislarimiz iltimosiga ko'ra bugun ushbu video urokni tayyorladik. Aytib o'taman, bu ko'pchilik muxlislarimizdan kelgan savol. Ya'ni men izlab ko'rdim har xil programmalarni, har xil dasturlarni. Afsuski, bunaqa programma faqatgina bittagina bor ekan, ya'ni bepul, bu Google Chrome eda. Mana bugungi darsligimiz ham tugadi. O'zingizni qiziqtirgan savollarni yozing. Albatta, xohlasangiz Odnoklassnikega Tangir deb izlang, xohlasangiz Google'ga Tangir deb izlang, bizning videolar chiqadi. Podpisatsiya qiling kanalimizga va o'zingizga kerakli savollarni va qiziqarli videolarni tomosha qilib boring. Xayr, sog' bo'linglar.